Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mashinalarimiz Cobalt bilan Gentra mashinasi. Gentra mashinasiga BYD Hansidenasi qo'yilyapti. Malibu bar, Malibu rul qo'yilyapti. Ish jarayonlari. Cobalt mashinamizga Mercedes Sidena qo'yilgan. 212 Mercedes 212 full. Do'stlar, kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaveringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hali ketyapti aka. Cho'chib ketyapti. Qanchalarda tayyor bo'lib qoladi endi? 1 soatlik ishimiz qoldi. 1 soat ish. Xizmatlar kerak bo'lsa bemalol baram, rulam, sidena ham qo'yib beramiz. Hammasi o'zimizda do'stlar. Kelaverasizlar, komfort uzubiga aloqaga chiqaveringlar. Nomerlar qoldiramiz. Dastavka qatga xohlasanglar o'sha chiqazib beramiz. Vodiymi, voqami farqi yo'q. Hozirgi paytda bizda BYD ham Sidenamizga chegirmalar ketyapti. 31-dekabrgacha ulgurib qolinglar. Mana bu ish jarayoni avjida. Dastavkalarni ham nima qilib, ukovka qilib chiqazib yuboramiz. Okay. Dastavka qayerga ketyapti? Samarqandga. Samarqandga. Undan keyin Qoraqalpoqqa. Qanaqasi denali ketyapti? Samarqandga hamda jo'natib yubordik. Endi hozir Qoraqalpoqga Gentrasi deymiz. O'shani berib olsak, xudo xolasa bugunga anaqamiz tugaydi. Dastavka. Chunki pagoda o'sha hech kimnikidan olmaydi. Evet, Cobaltga Sidena qo'ydirdik. Yaxshi, hamma sifatli, zo'r. Kelib qo'yilgan komfort Sidenalar, kelib qo'ysangiz taklif qilaman. Zo'r ekan, olib tashlashni mana ko'rgazamiz. Ijara ekan, hamma joyda ishlaydi. Eldiga orqa yuradi. Yoqdimi aka sizga? Ha, ajoyib ekan. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangizga tavsiya qilaman. Kelinglar, shunga shunday qo'ydiringlar. Har turli sidenalardan bor. Kelsangiz. Rahmat aka, charchamang. Yaxshilikda ko'rishing. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol komfort uzubiga murojaat qilaverasizlar. Nomerlar qoldiramiz. O'tirga nima deysiz? Zo'r. Sidena komfort. O'z Cobaltga borib zo'r chiqargan ish. Gentradan ham ko'ra Cobaltga yaxshi tushdi. 212